Do'stlar, bu avtomobil Genesis GV60 kichik hajmli crossover 2022-yil. Yurgan masofasi 44.000 kilometr atrofida. Tak, elektr batareykasi 77.4 kWh bo'lib, yurish masofasi 465-517 km ko'rsatilgan. Yuz kilometrga 308-6 atrofida chiqadi deb aytilgan hujjatlarda. Aynan bu avtoni Koreyadagi narxi 50 million won atrofida. Avariyasiz, umuman avariya bo'lmagan. Sal turib dollarda ko'rsatib qo'yaman. Kaliti ham bir ajoyib. Chelikchi nima bor ekan ichida? Bismillah. Hidlari ham o'zini radno hidlari turibdi. Eshikni yopganimdan bo'yimga moslashib o'rindiqlarimni nastroyga qo'yildi. Hozir qarasam mazza qilib o'tiribman. 카드를 넣어주세요. Mana. qarasanglar juda ham go'zal mashina. O'rta hajmli crossover. 오늘 날씨는 맑고 대기질이 좋은 날이에요. Rullari ham ajoyib. Koreyaning endi barcha avtomobillarida shunaqa tarzda powerlinklar yoqilsa hamma joy kamera. Qaranglar buni. 카드를 넣어주세요. Kosmik apparatga o'xshab mana shayba nima bu aylanganiga yana bir e'tibor berdim. Mashinadan chiqayotganda o'rindiqlar avtomat tarzda orqaga suriladi. Mashinaga o'tirganda esa yopilmadi eshik. Mashinaga o'tirganda esa oldinga surilib, yon tomonlardan